Jo'ningdan shu bahor kelsa gullar ochilish joyiga qizlar ochiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom ovozchalaringdan. Yaxshi qiz mabodo telefon nomeringizni bera olmaysizmi? Nima? Amaki yoshingizni qarang, uyalmaysizmi? Qizingiz senga qiz mana. Tfu sizga. Nima deyapsan sen? Endi men 20 ga kirdim. Qizlarga yaxshi gapirsang ham yomonsan. Yaxshi qiz, bitta yordamimiz kerak edi, maylimi? Labay amaki o'zida do'kon qaytib chiqaman. Asal qiz, bitta telefoningizdan telefon qilib olsam maylimi? O'zimnikini pul tugagan. Mayli amaki ana. Bu nomeringiz chiroyli ekan, yaxshi qiz. Nima tushunmadim? Bu yoq qo'ling telefoni g'alati emasmi? O'ziga telefon qilyapsiz, qo'lingizga bitta shkor qarib qo'yilmagan. Buncha boyma qiladi bu qizlarga, nima bo'lyapti? 1 soatdan keyin. Gursulagandan-ku shuni o'zimniki qilmasam qo'ymayman. Yaxshi qiz. Mana qarang, yaxshi qiz. Ikkita turistki kinoga biletim bor. Birgalikda kirmaymizmi? Xudojon, bu darrov ro'z bo'ldi-ku. Mana qarang, shuncha gapirdim, bir og'iz ham gapirmadingiz. O'zi gapirasizmi? Og'zimda nosim bordi. Nima deding? Bu xudo urdi-ku. Menga qara endi, men bilan kinoga ham borasan. Men bilan marojni ham yeysan. Oxirida menga o'ylanasan. Tushunding? Tushundim. Men qarang, men uyga bitta borib kelsam maylimi? Endi buni iloji yo'q. Men bilan ketasan. Birodam Shu bilan qaytib qizlarga gapirsan. Ko'rib boqishingdan kuydirding, go'zal qiz.